Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, Ramazon bu tarbiya oyi dedik. Ramazon bu oilalarni mustahkamlash, qarindosh urug'lik aloqasini tiklash imkoniyati deb sizlar bilan eslashdik. Avvalgi suhbatlarda sizlar bilan shariatimiz nuqtai nazaridan muhtarama qaynonalarga va muhtarama kelinlarimizga ba'zi nasihatlarni izhor qilgan edik. Keling endi azizlar, musulmon mu'min o'g'lonlarimizga, oila rahbarlariga, muhtaram kuyov to'ralarimizga ham diniy nuqtai nazardan ba'zi oilaviy nasihatlarni aytib o'tsak. Alloh subhanahu va taoloning fazli karami ila siz aziz mu'min musulmon kuyov to'ramiz, musulmon o'g'lonimiz, aka ukamiz Allohning marhamati bilan oilali bo'lasiz. Jufti halol olasiz. Shuni esdan chiqarmaslik kerakki, sizning jufti halolingiz, sizning rafiqangiz sizga Alloh tomonidan berilgan buyuk bir hadiyadir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam buni qayta ta'kidlaganlar. Shu o'rinda bir nozik bir nuqtani eslatib qo'ymoqchiman. Ayol kishi umuman yaralishligida momo Havo onamizning yaralishlarini eslasak, Odam alayhisalomning chap qovurg'asidan yaralgan. Odam alayhisalom jannatda hamma narsasi bisyor bo'lsa-da mahsullik bo'lgan, ne'mati mukammal bo'lmagan, u zotning chap qovurg'alaridan momo Havo onamizni yaratgan. Va momo Havo onamizni Odam alayhisalomga tuhfa qilib, hadiya qilib, buyuk bir omonat, bir sovg'a sifatida taqdim qilingan. Shunday ekan, har bir insonni jufti haloli Alloh tomonidan unga berilgan buyuk bir tuhfa sifatida qabul qilishlari kerak. Zulfiqor Ahmad Naqshbandiy hazratlari mana shu haqida bir fikr bildirgan ekan, mashhur tasavvuf olimlaridan birlari aytadilarki, nega endi momo Havo onamizni Alloh taolo nega ayni qovurg'adan yaratdi? Nega oyoq suvagidan yaratmadi deb o'zlari javob beryaptilarki, agar oyoq suvagidan yaratilganda ayol kishi yerga taqirlanib ketardi, pasayib ketardi. Shuning uchun qovurg'adan yaratildi. Qovurg'ani ham chap qovurg'adan yaratildiki, yurakka eng yaqin bo'lgan a'zodan. Demak, har bir erkakning jufti haloli uning yuragiga eng yaqin bo'lgan a'zosidan yaralgan. Shunday ekan, buni buyuk bir sovg'a sifatida qabul qilishligi kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biz erkaklarga ko'p vasiyat qilganlar, ko'p nasihat qilganlar, ko'p ko'rsatma berganlar. Oilani parvarish qilish, oilani ehtiyot qilishlik haqida ko'p gapirganlar. Hattoki mana sizlar bilan biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganganda ham bu haqida eslab o'tdik. O'sha hajjatul vadoda turganlarida ham, eng oxirgi xutbalarida ham ayollarning haqqidan qo'rqinglar, ayollarning haqqidan qo'rqinglar. Ular sizlarga Alloh tomonidan berilgan omonatdir deb payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qayta ta'kidlaganlar. Shunday ekan, hamma ayollar o'zining jufti haloliga Alloh azza va jalla tomonidan berilgan bir omonat, tuhfadir. Tasavvur qiling azizlar, siz bir do'stingizga, bir qadrdoningizga biror narsani sovg'a qilib berdingiz. Hadiya qilib berdingiz, ko'ylak berdingizmi, kiyim berdingizmi? Agar siz bergan sovg'ani olgan, qabul qilgan do'stingiz yoki tanishingiz uni hurmat qilib, e'zozlab kiyib yursa, yoki bo'lmasa o'sha siz bergan sovg'aga nisbatan o'zida yaxshi munosabat bildirganini ko'rsangiz, qalbingizda xursandchilik paydo bo'ladi. Do'stimga bir ko'ylak beruvdim, kiyib yuribdi-ya deb xursand bo'lasiz. Agar bergan narsangizni nazariga ilmasa, bepisandlik qilsa xafa bo'lasiz. Men bir qancha mashaqqatlar bilan do'stimga shu narsani beruvdim, arzimas deb sanab, umuman e'tibor qilmadi-ya deb dilingiz og'riydi. Endi esa ayol kishi Alloh tomonidan bizga berilgan hadiya ekanligini bir solishtirib ko'raylik. Alloh berayotgan bu tuhfa, Allohning inoyati, Allohning marhamati bilan bizga jufti halollar berilarkan, albatta bularni ehtiyot qilishligimiz, parvarish qilishligimiz kerak. Barcha erkaklar erkaklarning eng yaxshisi bo'lishligini orzu qiladi. Hech kim o'zini yomonman deb baho bermaydi. Qaysi musulmon erkakdan so'rasangiz, har qancha qanday inson bo'lmasin, o'ziga nisbatan yomon so'zini ishlatishni xohlamaydi. Birortasi yomonlagan taqdirda ham qabul qilmaydi. Lekin hammamiz o'zimizni yaxshi yoki yomonligimizni bilib olishimiz imkoniyati bor ekan. Qanday qilib? Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislaridagi o'lchovga tushishlik bilan. Rasulimiz alayhisalom aytibdilarki, khayrukum li ahlihi va ana khayrukum li ahli. Ya'ni erkak ummatga qarab aytibdilar. Sizlarning yaxshilaringiz o'zini oilasiga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir. Men sizlarning yaxshingizman,
men oilamga yaxshi munosabatdaman dedilar. Qarang, erkaklarning sarasi, erkaklarning yaxshisi bo'laman deyotgan bo'lsangiz, unda ayolingizga yaxshi munosabatda bo'ling. Buni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ayollarga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lishlikka o'rgatdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ayollarni o'zini jufti halolini hurmat qilishlik, ularni sevishlik, ularga yaxshilik qilishlikka ko'p targ'ib qilganlar. Hatto bir kuni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz kimni yaxshi ko'rasiz?" deganlarida Oyishani deb javob berganlar. Undan keyin kimni deganlarida Oyishani otasini Abu Bakr radhiyallohu anhu ni yaxshi ko'raman dedilar. Qarang, Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'zlarini jufti halollarini yaxshi ko'rishlikdan uyalmadilar. Yaxshi ko'rishlik, hurmat qilishlik bu hammaning tabiatida bor. Shunday ekan, har bir oila boshlig'i o'zini jufti halolini yaxshi ko'rishligi, uni hurmat qilishligi lozim. Chunki u sizning bir a'zoyingiz. Sizni hayotingizni, sizni zurriyotingizni, sizni nasli nasabingizni davomchisi bo'lgan farzandlaringizni dunyoga keltiradigan mo'tabar bir onadir. Sizga jufti halol bo'lgan bilan sizning farzandingizga eng muborak bir zot bo'lgan volidasidir. Shunday ekan, albatta biz erkaklar o'zimizni jufti halollarimizga bir qullardek munosabatda bo'lmasligimiz, balki uni umr yo'ldoshimiz deb qabul qilishimiz kerak. Qarang, nomlari ham chiroyli berilgan. Umr yo'ldoshi. Butun umr yo'ldosh bo'ladi bizga. Hatto jannatda ham Alloh nasib qilsa birga bo'ladiganimiz mana shu bizning jufti halollarimiz ekan. Hakim ibn Muaviya Qushayri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U zot payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan bizlarda xotinlarimizni nima haqqi bor deb so'raganlarida payg'ambarimiz alayhisalom shunday deb javob bergan ekanlar. Qachon taomlansang, ayolingni ham taomlantirasan. Qachon kiyim kiysang, uni ham kiyintirasan. Yuziga urmaysan, haqoratlamaysan va uydan boshqa joyda hijron qilmaysan degan ekanlar. Bu ayollarimizni bizdagi haqlar ekan, eng birinchi haqlar bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan bo'lyapti javob azizlar. Ya'ni taomlantirish. Ayolini taomlantirish mas'uliyati erkak kishining zimmasiga tushyapti. Ularni boqishlik, taomga muhtoj qilmasdan ushlab turishlik oila rahbarining vazifasi. Chunki ayol kishi bizga o'zlarini baxshida qilib turmushga chiqdilar. Biz esa nikohda qabul qildik. Modomiki qabul qilish bizdan ekan, ularni boqish, kiyintirish, kasal bo'lsa davolash, hamma mas'uliyatlari ila biz qabul qilganmizda. Azizlar, ba'zi yigitlarimiz, ba'zi erkaklarimiz o'zlari doim maishatda, hali u choyxonada oshxo'rlikda, hali bu oshxonada shashlikxo'rlikda, o'zlari ovqatni yeb, mazza qilib uylariga kirib borsalar-u, ammo uyda ahli ayollari arzimagan narsani yeb o'tirsa bu durust emas. Balki o'zingiz yeganingiz kabi ularni ham yegizishligingiz lozim bo'ladi. Ularni kiyim bilan ta'minlash ham erkak kishining vazifasiga kiradi. Hatto o'sha bir sidirg'a kiyim qilib berishlik, har bir faslni o'ziga yarasha va bu narsalar azizlar hammasi boy odamlar o'zlarini imkoniyaticha baxillik qilmagan holda, kambag'aldan esa ayollari boylarning talabini qilmagan holda har kim o'zini holiga qarab ayolini ovqat bilan, kiyim-kechak bilan ta'minlashlari lozim. Yana Rasulimiz alayhisolatu vasallam ayollarning yuziga urmaysizlar deyaptilar. Yuzlariga urmaysan, wala tuqabbih deyaptilar. Ularni qabih so'zlar bilan haqorat qilmaysan. Qabih so'zlar bilan so'kib haqorat qilishlik ham durust emasligini aytayapti. Va mabodo endi uyda er va xotin orasida ba'zan shu kelishmovchilik yoki arazlash bo'lib qolgan paytda ayolim bir tarbiyalansin degan ma'noda joyingizni boshqa qilgan taqdiringizda ham o'sha uyda boshqa qilasiz, boshqa yoqqa chiqmaysiz deyaptilar. Bizda buni aksida, bizda darhol ayolini haydab yuborilish, uydan chiqarib yuborishlik holatlari bo'ladi. Bu narsani shariatimiz buyurmaydi, balki erkak kishi oldin uni nasihat qilishligi, o'rtaga hakam qo'yishligi, ayoliga to'g'ri yo'lni ko'rsatishligi, juda bo'lmaganda mana bir oz joyini boshqa qilib yotishlikkacha mana shunday tartib bilan tarbiya qilishlikni buyuryapti. Shuning uchun har bir erkak kishi oilasini ta'minotini qilib qo'yishligi, ularni chiroyli boqib turishligi kerak. Hozirgi kunda ba'zan shunaqa bo'lib qoladiki, azizlar, kelinlarimiz kasal bo'lib qolsalar, ularni darhol uyiga olib borib qo'yiladi. Mana bu kelin kasal bo'lib qoldi, tezda tuzatib beringlar.
tuzalishiga darhol uyga olib kelib oladi. Bu xuddi qizni ota-onasi go'yoki bir buyumda ularga sovg'a qilib bergan-ku, buzilib qolsa yana tuzatib, yana foydalanishga bergandek ko'rinar ekan. Aslida shariat bo'yicha erkak kishi oilasi kasal bo'lsa, o'zi davolatib, o'zi qarashligi kerak. Chunki qiz bola tamom otani iznidan chiqib ketdi. Biz bu yoqda erkaklar oilamizdan o'zimizga itoat qilishlikni, bizni hurmat qilishlikni talab qilamiz-u, lekin bu tomoniga kelganda uni hamma narsasini qizni otasi qilish kerak degan tasavvurdan uzoqda bo'lishimiz kerak. Ayniqsa mana shu kuyov to'ralarimizni ayollarni taomlantirish bobida, ta'minoti bobida bizlarda hozir yaxshi narsalar yo'lga qo'yilyapti. Mana avvallari kelin tomonga juda katta majburiyatlar yuklanar edi. To'y oldidan ham majburiyatlar yuklanadi. Kelin tomon kuyovlar uchun hamma narsani qilib berishlik kerak. Mebeligacha, uni pardasigacha, uni gilomigacha qilib, hattoki orqasidan bir necha kunlab ovqatlarni olib borib berib turishligi ham mas'uliyat yuklangan edi. Lekin alhamdulillah hozir yigitlarimiz g'ururlik bo'ldi. Xudoga shukr deyishimiz kerak. Ko'ryapmiz, uylanayotgan yosh yigit ukalarimizni, farzandlarimizni hammalari talab qo'yaptiki, biz kelin tomonga hech narsa majburiyat yuklamaymiz. Modomiki o'zimiz uylanyapmiz ekan, hamma sharoitini o'zimiz qilamiz, boricha tanovul qilib yeymiz. Biz nimani yesak shuni yeydilar. Qiz tomondan keladigan biror narsasiga ehtiyojimiz yo'q. Bizga mana shunday qizni tarbiya qilib, katta qilib berib qo'yganligi uchun bizni o'zi rahmatimiz kifoya bo'ladi degan holatda turgan erkak yigitlarimiz ham ko'payib bormoqda. Albatta bu mana bu domlalarimizni, ahli ilmlarimizni berayotgan nasihatlarini hayotda ko'rishligimiz. Juda ko'pchiliklarimiz ba'zan mana shu ayollariga qilinadigan, oilasiga qilinadigan ehsonlarni, go'yoki ayollariga, oilasiga qilinadigan xarajatni boshqalar qilinadigan ehsondan past sanaydilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytdilarki, bir dinorni Alloh yo'lida nafaqa qilding, yana bir dinorni qul ozod qilishga nafaqa qilding, yana bir dinorni miskinga nafaqa qilding, bir dinorni ahlinga, ya'ni oilangga nafaqa qilding. Mana shular ichida eng ajri, savobi ulug'i oilangga nafaqa qilgan dinoringdir degan ekanlar. Qarang, shuning uchun eng birinchi o'zini oilasidan boshlash kerak asizlar. O'z oilasini ta'minotini qilib qo'yish kerak. Ana shundagina u erkak kishi eng katta sadaqa qilgan bo'ladi. Ba'zan kechirasizlar-u, boshqalarga o'zimizni ko'rsataman deb bekorchi sarf xarajatlar qilishlik, shariat buyurmagan marosim izdihomlarda o'tkazamiz. Bir qancha qiynalib pul topib kelib, ming mashaqqat bilan sunnat to'yi qilaman deb bori topgan pulimizni mana shunga sarflab, ertaga oilamiz bilan yeydigan nonimiz ham yo'q holatga tushib qolamiz. Yoki boshqa marosimlarda o'tkazamiz deymizda, lekin bolamizni, oilamizni qiyin ahvolga qo'yamiz. Aslida mana shu sadaqalar, shu nafaqalarning eng yaxshisi o'zini oilasiga sarflashi edi. Buni mana Rasulimiz alayhisolatu vasallam Imom Ahmad va Imom Muslim rivoyat qilgan ushbu hadisda bizlarga o'rgatib ketdilar. Shunday ekan biz oila rahbarlari hammamiz o'zimizni oilamizga nafaqa qilishligimiz kerak. Va oilamizni, bola chaqamizni nafaqa qilaman deb qilayotgan har bir harakatimizga ham katta savoblar bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bir kuni ko'chadan ketayotgandilar. Bir masjidda 5 mahal namozdan tashqari bo'lgan bir paytda ham namoz o'qib turgan bir yigitni ko'rib qoldilar. Qarasalar juda chiroyli namoz o'qiyapti, nafil namozda ibodat bilan mashg'ul bo'lyaptilar. O'tib ketdilar, yana qaytayotganda yana ko'rdilar. 3 marotaba u yoqdan bu yoqqa o'tganda mana shu yigitni masjiddan chiqmasdan kuni bilan ibodat qilayotgan holatini ko'rdilar. So'ng Hazrat Umar radhiyallohu anhu yigitni chaqirtirdilar. Chiqqandan keyin aytdilarki, "Men 5 mahal farz namozdan tashqari paytlarda ham sizni masjidda ko'ryapman. Chiroyli ibodat qilyapsiz, qoyil. Lekin bola chaqangiz bormi?" dedilar. "Ha, bor. Ularning nafaqasi nima bo'lyapti? Ularning tirikchiligi nima bo'lyapti?" deb so'raganlarida u yigit javob berib aytdilarki, "Meni akam tojir. Biz akam bilan kelishdik. Akam o'zlarini topgan pullaridan meni oilamni ham boqib turadigan bo'ldi. O'zlarini oilalariga qo'shib, men esa mana shu yerda qo'shimcha ibodatlar bilan shug'ullanib turadigan bo'ldim" deyodilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu u yigitga qarab, "Ahuka a'bat minka" dedilar. "Seni akang sendan ham ko'ra ko'proq ibodat qiluvchi ekan bo'lmasa" dedilar. Ya'ni oilasiga harakat qilib nafaqa qilishlikda ibodat darajasiga olib chiqdilar. Oilani tashab qo'yib, oilani boshqani qo'liga qo'yib bu yerda turgandan ko'ra 5 mahal namozga vaqtida kirib,
qolgan vaqtlarini tirikchilikda bola chaqasini boqishlikka sarflashlik, ularni birovga muhtoj qilmaslikka ta'lim berdilar.